Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hoji akamni butun esenga inshaalloh taniydi. Bizni qidirib zo'rg'a topib keldi. Hoji akam, assalomu alaykum hoji aka. Sizmisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Hoji akamlardan bugun bizni xudo xolisi kutilmagan savol javoblarga hoji akam tayyorlab biza boshladik. Hoji aka, qo'chqorni tanlayotganda qaysi jihatlarga ahamiyat berish kerak? Qaysi jihati bo'lsa zotga olgan yaxshi, qaysi jihati bo'lmasa olmagan yaxshi? Urug'liqqa endi mana qo'chqordek boshidan boshlasa mana kallasini ko'rib o'tasiz. O'rischa aytganda nima deydi? O'sha qo'chqor tumshuq garbanos bo'lish kerak. Quloq mana bo'lish kerak. Quloqda mana tomirlari sig'ib, quloqlari uzun bo'lish kerak. Mana quloq yuqa bo'lish kerak. Yuqa bo'lish kerak, Mo'yni bunday o'zingiz ko'rsangiz mana qo'chqorni ko'rib uzun. Bo'yi uzun. 30 sm bor. Mana grudni olib qo'ydik, ko'kragi bo'lish kerak. Ko'kragini to'shini olib kelgin mana to'sh. Mana to'sh. To'sh qismi bo'lish kerak inshaalloh, ha. Mana tirnog'i katta bo'lish kerak. Uni tirnog'i bor. Amada qancha katta bo'lsa, qo'yni suyugi zo'r bo'ladi. Mana quyruq mana maydon turadi. Berman. Birovga borsa qo'chqorni metr hech kim qo'ygan emas. Men kindigimdan keladigan deydi. Men kindigimizdan kelib o'tadi. Bir ikki shuni ro'si, bo'yi. Quyruq mana mayog'i tushib ketgan bo'lish kerak. Mana orqasi bunday ko'rsangiz, orqasi ochiqroq, mana tagi toza bo'lish kerak. Tagi toza bo'lish kerak. Mayarada razrez deydi. Razrez olib kel. Pol razrez bo'lish kerak. Pol razrez. Yarim razrez. O'ta ko'p razrez bo'lib ketsa, qo'y miskov bo'ladi. Toqqa yaramaydi, anaqa bichib ketadi. Bichilib ketadi. Bichilib ketadi. Mayari ham bichilib ketadi. Mana shu quyruq. Mana jun. Rajyon hech qanday prisochka o'zi tushgan jun. O'zi tushgan qo'y qancha mana qulog'ida tomiri bo'lib, qo'yni jun o'zi tushsa, ya'ni sizlarda isari deydi, biz o'rischa gisar deydi, biz isari deymiz. Shu tozasi bo'ladi-da, qon. Endi mana quyruq qiyshayib qoladi, quyruqi cho'ng'ayib ketadi. Bular gibrid aralashib ketganda. Mana shu tozaligi joyi shunda tanlash kerak. Mana shu ko'kragi pastroqda bo'lib, mana qovurg'a uzunroq bo'lsa, vesovoy bo'ladi. Oyog'ini yo'g'onligini ham bitta ko'rsatib qo'yginda. Oyog'ini uzun yo'g'onligini mana. Oyog'ini yo'g'onligini bitta ko'rsatib qo'yginda. Mana. Tirnoqni, qo'lni, o'sha-o'shaligi qo'l aylanib ketmaydi. Bular toqqa yaraydigan qo'y, bular toqqa yuradigan qo'y. Bularni ham bitta tortib qo'ygin. Mana quyruğini ko'ring mana. Mana quyruqni. Molarni ko'ring mana. Mana qiyam kattaroq mana. Mana qo'chqorni ko'ring mana. Bunani ham ko'ring. Mana eng ekstreli kuchli, mana kuchli. Tamam. Mana uni beli bir hali hozir zari ko'rsatyapti-ku, quyruq bunday ekan, bo'lmaydigan qo'chqorni deymiz. Mana shu quyruq eng kitobi quyruq mana shu. Quvonish degan janobi bola o'ta qo'y tanigan bola. Mana shu. Mana da buni tus. Ko'rasizmi? Mana jun. Hech qanday bu yerda vali prisochka yo'q bu yerda. Sirishka yo'q. Shotka toza. O'zi tushadi. Buga bir qaychi tiygan bo'lsa, aytsin. Onamga ham qaychi tiygan bo'lsa. Ana bundan ham mana qo'shqor bulardan ham zo'rliklar haqda bir o'tiradi. Mana qulog'i. Mana quyruq ko'rasiz, poli razrez. Endi mana qo'zlardan misol uchun. Mana ichida men o'zim qo'zlarim bor-da, bu ekstreli zo'rlar. Bu yoqda mana qo'lida. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Bo'ldi. Shunda qo'shib qo'ymaysanmi hozir?